Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi kazirogimiz va darvozamizni ustun qilgani Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga yetib kelganmiz. Xo'p, bu joyimizga stoykali navesimiz bor va bu yerga riflonka listadan qilingan darvozamiz bor. Ro'shnoy. Xudo xohlasa, xo'p, korobkalarini ham yig'ib oldik ichkarida. Va bu kalitkasi, ko'cha tarafda darvozamiz qanotlari turibdi. Bu navesimizni hozir tepa qismini yopish jarayonida turibmiz. Bular narsalarni pastda tayyor qilib yopib olamiz va stoykalarni qo'yamizda to'liq holatda ishlarni bitiramiz. Xo'p, buni leksanli variantda qilib tayyorlayapmiz. Mokra asfalt svetda leksanlarimiz 2,5 metr eniga bo'ladi. Shuning uchun orqa tarafda ozgina 1,5 metr ulog'i bor. 210 leksanimiz eniga 4,5 metr holatda. Leksanlarimizni 15 yil garantiyaligidan foydalanamiz. Xudo xohlasa, sifatli leksanlardan. Zavod 15 yil garantiya beradi. Buni garantiyasini men bermayman. Ya'ni o'zlari xohlasa yokiga tunuka yokiga leksan, uni bizga umuman aloqasi yo'q. Leksanga ketilgan vaqtimizga tunukining ham vaqtlari bir xil, yopish holatlari. Faqatgina o'zlari uchun qaysi biriga o'zlari ko'ngillari chopadigan bo'lsa, xohlagan variantdagi dizayndagi naveslarni leksanlik ham tunikalik qilib ham holatda bitirib beramiz. Xudo xohlasa mana shu joyga ustunovka qilib olamiz va sizlarga to'liq obzorlarni qilib beramiz. Videoni kuzatishda davom etinglar. Mana ustunovkamizni ham xudo xohlasa yakunladik. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Kechgacha shuni ustida ishladik. Obeddan keyin kechgacha ustunovka joyida faqatgina quyosh turar ekan, ozgincha qiyinroq bo'ldi. Xudo xohlasa biz amalladik. Xo'p, ustunovkamizni yakunlab egalarga topshirdik. Endi sizlarga birin-ketin darvoza va kazirog haqida ma'lumot beramiz. Darvozamizdan boshlasak, xo'p, darvozamiz riflonka listli darvoza deyiladi. Rushnoy rabota, ya'ni qo'l mehnati. Bu darvozamiz listlari 1.3 stenadan 0.9 stenagacha bo'ladi. Eng qalini 1.4 gacha tayyorlasa bo'ladi. Xo'p, bu variantni, ya'ni boshqa dizaynda kiritsa bo'ladi. Ya'ni faqat listlarini riflonka qilib, oldidan boshqacha varianti yokida listlarini 1.8 qilib, oldiga gullarni ishlasa bo'ladi. Riflonka list va oddiy listda farqi mana bunaqa tagi qismidagi gulida bo'ladi. Buni yangi oq listga urdiriladi, ya'ni fasonni pichir bo'lganimizdan keyin o'zini tayyor stanoga bo'ladi. Shunda riflonka gullarni urdiramiz, ya'ni ham chiroyli bo'lishi uchun. Agar kimgadir bunaqa variant kerak emas deysa, bunaqa narsani urmasdan ham qilib beraveradi. Xo'p, darvozamiz tepa qismini ochiq qilib berganmiz. Razmerlarga kelgan bo'lsak, eni 3.31 bo'lgan, balandligi 3.90 ga tayyorlab berilgan. Va mokra asfalt svetda to'liq holatda kraskalariga 3 yil garantiyalari bor. Archilib to'kilib ketmaydigan garantiyali kraskalardan va matviy laklardan sochib qo'yilgan. Xo'p, yondorlari shvelardan foydalanganmiz. Profillari 6x4 profilli, 1.7 stenkasi tashlatilgan. Ichlariga ham hamma materiallar xudo xolasa qalin materialdan foydalangan. Va kraskalariga ham aytib o'tganimdek garantiyalari bor. Bu yerda Zuber zamokki original variantidan 8 ligidan foydalanganmiz. Ochilib yopishlari inshaalloh yengil holatda, umuman muammo bo'lmaydi. Va buni tepa qismi xohlasa yopiq holatda ham qilib beraveramiz. Endi kazirogimizga keladigan bo'lsak, kazirogimizning razmerlari eniga 4,5 metr bo'ldi, oldiga chiqishi 2,5 metr stoykali qilib tayyorlab berganmiz. Kimgadir 5 stoyka variant kerak bo'lsa 3 metrgacha, orqa taraflari beton holatda bo'ladigan bo'lsa tayyorlab beramiz. Va oldi ko'rinishni gulli variantda qilib qildik. Unaqa shavxona variant emas, lekin o'rtacha skromli variantdagi naveslarimizdan bo'ldi. Yo'llari ham gulli variantda. Ko'rib turgan tepa qismini mokra asfalt svet leksanlardan foydalanib yopib berganmiz. Bu leksanlarni boshqa variantdagilari ham bor, ya'ni garantiyalari 10 yildan 18-20 yilgacha garantiyali leksanlar mavjud. Va boshqa rangdagilar ham bor. Buni faqat darvozalariga va naveslarga mos qilib, mokra asfalt svetda qilib bo'yab berganmiz. Xudo xolasa ishlaringiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Inshaalloh bu manzilimiz Andijon viloyati Jalaquduq tumanida bo'ldi. Kim shunaqa xizmatga kelsa, aloqaga chiqa olasizlar. Inshaalloh ishlarni chiroyli holatda qilib bitirib beramiz. Va bundan boshqa variantdagi darvoza, perila, rishotka, naves xizmatlari, temir sohasi bo'yicha barcha xizmatlarimiz mavjud. Aloqaga chiqsanglar, ishlarni chiroyli holatda qilib bitirib beramiz. Hozir mana shu holatda darvozamiz va kazirogimizni mana shu joyimizga olib kelib, ustunovka dastavkalar ichida xo'p 18 million so'mga tayyorlab berganmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. razmerlarni aytsanglar chiroyli holatda qilib hisoblab beramiz. Ishlaringiz yoqsa bemalol buyurtma berishingiz mumkin.
E'tiborli uchun rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.